Siz o'zingizni shogirdlik vazifangizni biling, bo'ldi, usta bilan ishlash olmaysiz. Ha desa, usta pul bermayapti. Qayerda eshitgansiz usta pul berib shogird ishlatgan? Siz uni pul hunarini olyapsiz, haqqingizga. Hozir o'zi aslida hunarni ustaga kelib, "Men 10 million pul beraman, usta, o'g'limga shu hunaringizni o'rgatib bering" deyish kerak o'zi aslida dadalar. O shogird dadasi. Hozir nimaga usta ekan? Sabab mana biz ham, masalan, men o'zim ham eshiron, pol patali ustasiga shogird tushgan. Hunar o'rganish maqsadida borgan, pul topish maqsadida emas. Hozir o'g'lini shogirdga beryapti, nech pul berasiz deydi. Bo'ldi, undan usta chiqmaydi undan. Bo'ldi, o'sha kuniga 20-30 mingdan olib yuraveradi. 7 yildan keyin ham bolam to'g'ri taqib ber, sizga qilolmayman deydi. Nimaga? U hunar uchun bormaganda, u pul uchun borgan. Shuning uchun zo'r hunarmandlar ham yo'q bo'lib ketyapti. Bu degani usta pul bermasin degani emas. Bersin, mehnat qilyapti, ish qilyapti. Lekin shogird pul maqsadida bormasligi kerak. Hozir hali tepada aytganimdek, hamma o'zini vazifasini emas, qarshisidagi odamning vazifasini talab qilyapti. Sen o'zingning vazifangni qil. Sani vazifang bitta mashina pavrotda yoqib chiqaman deyapti, to'xtab yo'l berish. Bu ishing nima? U nimaga chiqyapti u? Xo'p, qo'yibdi, endi chiqyapti. Yo'l ber. Hozir xuddi shu yo'l bermaslik oqibatidan qancha xunuk holatlar kelib chiqyapti. Samanga borilyapti, bir-biriga mashinasini ishqa olyapti. Endi u hokazo. Shuning uchun masjidga ko'proq yoshi katta otalar, masalan, juda ko'p mana hammamiz deyarli otalar o'tiribmiz. O'tirganimizda o'g'illarimizga, qizlarimizga xuddi shu pand nasihat qilishimiz kerak. Sen doim o'zingning vazifangni o'yla, birovnikini o'ylamasan. Shunda hammasi go'zal va chiroyli bo'ladi.